Rossiyada yurganlar diqqatiga, kimda-kim agar kirdi-chiqdi qilmoqchi bo'lsa, tez aviakassa orqali qilganlaringiz ma'qul. 1 sutkada ishlashingiz bitadi. Hozir men Samaradaman. Samara orqali Qozog'istonga kirib chiqdim 1 sutkada. Tunda обратно biletlari bilan общий 13 ming rublga tushdi. Aeroportdan tushganingizdan keyin 5 soat mashinada yuriladi, bordi keldi 10 soat bo'ladi. Tez, juda tez bo'ladi. 1 sutkada ishlashingizni bitirib kelasiz bemalol. Bu chegarada bu очередь yo'q, samikalarni очередь yo'q. Быстрее tez bo'ladi, ishlaringiz tez bitadi. Iloji boricha hozir juda ko'paygan, tez aviakassa orqali kelsalaringiz zo'r bo'ladi. Hamma tushganlaringizdan o'zlarining taksilari bor, hammasi 13 ming rublni ichida. Ishlaringiz juda tez bitadi. Iloji boricha tez aviakassa orqali kelsalaringiz ilk sutkalab qiynalib mashinada yurmaysizlar. Mana men hozir aeroport Samaradaman, endi Moskvaga qaytyapman. Sizlarga ham taklif qilaman, tez aviakassa orqali kelsalaringiz juda qulay bo'ladi. Mana shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi degan umiddaman.